O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan Grant ta'lim maktabida Baxtimiz qomusi nomli intellektual bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbirda 2-sinf o'quvchilari o'z chiqishlari orqali Konstitutsiyamizning mazmun mohiyati, undagi asosiy tamoyillar va fuqarolik burchlari haqida o'zlariga xos tarzda ma'lumot berishdi. Ular kuy-qo'shiqlar, she'rlar va sahna ko'rinishlari orqali vatanimizning bosh qomusi, inson huquqlari, erkinliklari hamda farovon hayot barpo etishdagi muhim o'rni haqida fikr bildirishdi. Tadbir bolalarning bilimini mustahkamlash, ularni huquqiy savodxonlikka yo'naltirish hamda Konstitutsiyaga hurmat ruhida tarbiyalashni maqsad qildi. Baxtimiz qomusi bayrami o'quvchilarga unutilmas taassurotlar ulashib, ularda vatan, qonun va mas'uliyat tushunchalariga yanada chuqurroq e'tibor uyg'otdi.